Bugun kelgan manzilimiz Tokzor mahalla bo'ladi, Zangeta tumani. O'rizordan o'tganingizdan keyin o'ng tarafingizda kattagina kollej bor. O'sha kollejning orqa tarafiga tushganingizda legendarniy Tokzor mahalla 500 metr oraliq masofaga kirganingizda Hasan akam va Husan akamga 1.7 sotiqdan ikkita tushgan korobka holatdagi uyimiz bor. Talab va takliflarga binoan narxini boshida aytamiz. $115,000 startli baholadik. Endi sizlar bilan xonadonni planovkasini tushuntirib o'tamiz. Bismillah. Xonadonga kirishimiz bilan xonadon shu ko'rinishda bo'ladi. Endi darvozaxonamizga bitta avtomatik darvoza qo'yasiz. Bu yoqda bitta kalitli joy tashab ketilgan. Tashqari tarafda bitta hojatxonaga ham joyimiz bor. Xona birinchi qavatga kiradigan bo'lsa, bitta hol kutib oladi sizlarni. Uni o'ng tarafida ayollarimiz uchun sevimli oshxonaga nazaringlar tushadi. Birinchi qavatimizda bitta общий sanuzl, yonida kattagina zalimiz bor, yonida ota-onalar yotoqxonasi. Podvalga nazar soladigan bo'lsa, podvalimiz 70 kvadratdan iborat 3 ta xonaga bo'lib qo'yilgan. Sizlar bilan ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan bitta kattagina hol, bu yerda o'tirib bemalol suhbat qurish imkoniyatiga egasizlar. Uni yonida o'g'il bolalar yotoqxonasi, qiz bolalar yotoqxonasi, bitta общий sanuzlga ko'zinglar tushadi. Yana ota-onalar yotoqxonasi o'zini sanuzli bilan birga. Xonadonimiz 1.7 sotiqga joylashgan bo'ldi. Kvadraturasi 210 kvadratga joylashgan bo'ldi. Xonalarning soni 5 ta, sanuzllari 4. Narxi $115,000 startli baholadik. Egalar raqamini qoldirib qo'yamiz. Mehnatga bitta baho berib, like bosib ketasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammamizga shunaqa xonadon nasib qilsin.